Assalomu alaykum aziz insonlar. Ayollar homilador bo'lgan vaqtlarda ta'mi va mazasi shirin bo'lgan va yog'li bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'proq miqdorda iste'mol qilganda homila bilan birga viruslar, infeksiyalar va bakteriyalar rivojlanib ko'payadi va bola tug'ilgandan so'ng bolani jismida viruslar va infeksiyalar va bakteriyalar rivojlanib ko'payadi. Natijada bolani jigar ostida joylashgan o't tufak qopchasidan yetarli miqdorda bolani organizmiga o't moddasi ishlab chiqarilmay qoladi va oqibatda bolani miyasida yallig'lanish holati paydo bo'ladi va bolani miyasida o'sma va shishlar paydo bo'ladi. Mana shu paydo bo'lgan o'sma va shishlarni operatsiya qilib oldirganda ham yana yangilari qisqa vaqtda paydo bo'laveradi. Bolani miyasida joylashgan mayda qon va nerv tomirlarining ichida tezda tiqilmalar paydo bo'ladi. Har safar tiqilma paydo bo'lganda tiqilma ortida joylashgan miya hujayralariga yetarli miqdorda ozuqa va kislorod yetib kelmaganligi sababli miya hujayralarining bir qismi nobud bo'ladi va yana bir qismi karaxt holatga tushib qoladi. Shu sababli tutqanoq xuruji bo'layotgan inson tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda karaxt holatga tushib qoladi va o'zini o'zi boshqara olmay qoladi. Tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda mana shu sabab bo'lib insonni butun jismi titraydi. Ya'ni tiqilma ortida mavjud bo'lgan miya hujayralariga yetarli miqdorda ozuqa va kislorod yetib kelmaganligi sababli insonni butun jismi titraydi va tutqanoq xuruji boshlanadi. Tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda insonni oshqozonidan va o'pkasidan suyuqlik modda ajralib chiqadi va insonni jismi titraganligi sababli mana shu suyuqlik modda ko'pikka aylanadi va og'iz bo'shlig'iga keladi va tashqariga chiqib ketadi. Agar tutqanoq xuruji bo'layotgan insonni tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda yonidagi insonlar chap yon tomonga qaratib yotqizib qo'ysa yoki o'ng yon tomonga qaratib yotqizib qo'ysa, tutqanoq xuruji bo'layotgan insonni og'zidan kelayotgan ko'pik tashqariga chiqib ketadi va inson tirik qoladi. Aks holda inson tepaga qarab yotib qoladigan bo'lsa, insonni og'iz bo'shlig'ida turgan ko'pik og'izdan tashqariga chiqib keta olmay qoladi va tutqanoq xuruji bo'layotgan inson tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda nafas olishga harakat qiladi va nafas olayotgan vaqtda ana shu og'iz bo'shlig'ida saqlanib turib qolgan ko'pik nafas bilan birga ichkariga qarab harakatlanib kirib ketib qoladi va nafas yo'lini to'sib qoladi va inson ko'karib qotib qoladi va inson halok bo'ladi. Tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda qisqa vaqtda tutqanoq xuruji bo'layotgan insonning o't tufak qopchasidan ko'proq miqdorda inson jismi titraganligi sababli o't moddasi ishlab chiqariladi va mana shu ishlab chiqarilgan o't moddasining bir qismi ichaklarga quyiladi va
ichaklarda turgan axlatni tashqariga chiqarib yuboradi tutqanoq xuruji vaqtida. Va o't moddasidan ajralib chiqqan o't moddasining yana bir qismi siydik yo'llariga, buyrakka, qovuqqa borib, siydikni haydab, siydikni tashqariga chiqarib yuboradi tutqanoq xuruji bo'layotgan vaqtda. Va mana shu o't moddasidan ajralib chiqqan o't moddasining yana bir qismi shu tutqanoq bo'layotgan insonni qon va nerv tomirlarini ichida mavjud bo'lgan suyuqlik moddani tarkibiga qo'shilib borib miyada joylashgan mayda qon va nerv tomirlarini ichidagi tiqilmani parchalab ochib yuboradi. Natijada tiqilma ortida joylashgan tirik qolgan, karaxt holatga tushib qolgan miya hujayralariga yetarli miqdorda ozuqa va kislorod yetib kelganligi sababli tutqanoq xuruji to'xtaydi. Ya'ni inson jismi qaltirash holati to'xtaydi va miya hujayralari karaxt holatdan sekin-asta qisqa vaqtda o'ziga keladi va inson karaxt holatdan o'ziga keladi. Va miya hujayralari o'ziga kelgandan so'ng miya hujayralarining ba'zi birlari nobud bo'lganligini sababli o'sha nobud bo'lgan miya hujayralarini o'rniga tirik qolgan miya hujayralari ko'payib, rivojlanib, yana yangilari paydo bo'ladi nobud bo'lganlarini o'rniga va o'zini asl holatini tikkalaydi. Miyani shunaqa, inson organizmini shunaqa o'zini qayta qisqa vaqtga tikkalash xususiyati bor. Shu sababli inson yana o'ziga keladi. Tutqanoq kasalligini oldini olish uchun insonlar ta'mi va mazasi shirin bo'lgan va yog'li bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarini ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Tutqanoq kasalligini davolash uchun tutqanoq kasalligi bor insonlar har 6 soatda bir ovqatdan so'ng ozroq miqdorda ta'mi va mazasi taxir va nordon bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlaridan va meva va sabzavot va poliz ekinlaridan ozroq miqdorda iste'mol qilishlari kerak. Yoki bo'lmasa no'xatdek keladigan achchiq toshni yarim piyola sovitilgan dog' suv bilan birga kunda 4 mahal har 6 soatda bir ovqatdan so'ng iste'mol qilishlari kerak. Xudo xohlasa mana shu aytganlarim sabab bo'lib tutqanoq kasalligi bor insonlarga Alloh shifo beradi. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.